Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Shahrisabz davlat pedagogika instituti pedagogika fakulteti boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasi o'qituvchisi Quvonib Zahriddin. Bugungi fanimiz jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi fanidan futbol o'yinining kelib chiqish tarixi va o'yin texnikasi hamda tasnifi degan mavzuni bugun o'tamiz. Rejalarimiz. Demak, birinchi reja futbol o'yinining kelib chiqishi, rivojlanish tarixi. Ikkinchi reja futbol o'yinining qoidalari, texnikasi hamda tasnifi. Uchinchi reja futbolning O'zbekistonga kirib kelish jarayonlari. Demak, futbol o'yinining paydo bo'lish tarixi. Futbol qadimda paydo bo'lgan bo'lib, Yunonlar bu to'p o'yinidan juda qadrlaganlar. Uni hatto gimnastlar maxsus maktablarning jismoniy mashqlar dasturiga kiritganlar. To'pni oyoq bilan o'ynash birinchi ingliz kollejlari hamda universitetlarda yoyilgan. Eng qadimgi manba bu Han sulolasi salnomalari bo'lib, bu sulola qadimda Xitoyda hukmronlik qilgan. Bu salnomalar 2000 yillik tarixga ega to'p tepishga o'xshash o'yin, ya'ni o'yinlar paydo bo'lgan. Tisu Chu qadimda Xitoyda eramizdan oldin 250-yilda paydo bo'lgan. Tisu oyoq bilan to'pga zarba berish degan ma'noni anglatsa, chi su havo berilgan charm to'p deb tarjima qilingan. Salnomalardagi yozuvlarga aytilishicha, bu o'yin imperator tug'ilgan kuniga sharafiga o'yin tashkil qilingan. Tisu Chu o'yindan kichkina tirqishga, ya'ni darvozaga to'p kiritish talab etilgan. Yaponiyada ham futbolga o'xshash o'yinlar paydo bo'lgan. Bundan 1400 yil oldin tarixiy ma'lumotlarga qaraganda eramizdan 300-600 yillarda oldin yaponlar kemeri, ya'ni ayrim ma'lumotlari Kinect nomli o'yinni ixtiro qilgan. O'yinda 8 tagacha kishi qatnashgan. To'pni diametri 5 sm bo'lib, yumshoq charm bilan qoplangan va ichi taxta qirindisi, ya'ni apilka bilan to'ldirilgan edi. Tarixchi qadimda futbolni paydo bo'lishi tildan tilga aytilgan taxminlarga kelib chiqqaniga asoslanib futbol to'pni quyoshga qiyoslagan. Quyosh hammani isitadi, futbol esa hammani birlashtiradigan fikrlar yozishgan. Futbolga o'xshash o'yinlar millatdan avvalgi o'sha Misr, Sharq mamlakatlari ma'lum bo'lgandan keyin Yevropaga o'tgan. 1848-yilda Buyuk Britaniyaning Kembri universiteti o'qituvchisi futbolning dastlabki zamonaviy qoidalar ishlab chiqishgan. 1857-yilda bu mamlakatda Sheffield shahrida ilk futbol klubi tashkil etildi. 1863-yilda Angliya futbol uyushmasi tuzilib, futbol qoidalari tasdiqlangan. 18-asrning oxiri, 19-asr boshlarida Yevropa, Janubiy Amerika davlatlari hamda futbol uyushmasi tashkil etilgan. 1896-yilda futbol olimpiada o'yinlari dasturiga kiritildi. 1904-yilda Xalqaro futbol federatsiyasi tuzildi. Futbol Braziliya, Germaniya, Italiya, Argentina, Buyuk Britaniya kabi davlatlarda keng rivojlangan. Futbol to'pi bilamizki, charmxo poyabzallardan tashkil etiladi. Futbol qoidalariga ko'ra to'pning aylanasi 68-70 sm, massasi esa 410-450 grammni tashkil etadi. Hozirgi kunda o'sha har jahon chempionatida o'sha qaysi davlatda o'tkazilishdan qat'iy nazar o'sha davlatning futbol to'plari maxsus jahon chempionati uchun yaratiladi. 1900-yilda futbol o'yinining rasmiy olimpiada o'yinlariga tarkibga kiritilishi tasdiqlandi. 1904-yilda Xalqaro futbol federatsiyasi, ya'ni FIFA tashkil etildi. Hozirda bu federatsiyaga 210 dan ortiq mamlakat a'zo. 1954-yilda Yevropa futbol ittifoqi, ya'ni UEFA tashkil etildi. Hozirgi vaqtda 40 dan ortiq mamlakatlar UEFAga a'zo hisoblanadi. Futbol o'yin qoidalari. Foot ingliz tilida olingan bo'lib, oyoq, ball to'p. Sport o'yini, ikkita darvoza, ya'ni darvozalar eniga 732 sm, balandligi 244 sm, maxsus maydon. Demak, maydonlari
120 ga 90, 45 ga 90 dan to'p bilan jamoa bilan o'ynaladi. Futbol to'pining og'irligi 410 450 grammni, aylana diametri esa 68-70 santimetrni tashkil etadi. Demak, o'yinning asosiy vaqti 90 minut, 45 minutdan 2 bo'limga bo'linadi. O'sha o'sha 45 minutdan so'ng esa 15 minutlik tanaffus bo'ladi. Maydonda ikkita jamoadan 11 kishidan iborat bo'ladi. O'yindan maqsad raqib darvozasiga to'pni oyoq yoki gavda qismi bilan qo'ldan tashqari kiritishdan iborat. Faqat darvozabonga qo'l bilan o'ynash mumkin. Jarima maydonchasida futbol o'yinidan maqsad to'pni raqib darvozasiga kiritishdir. Bunga har bir jamoadagi darvozabon xalaqit qilishga intiladi. Unga o'z darvozasi yaqinda jarima maydonchasi ichida to'pga qo'l bilan teginish ruxsat etilgan. Boshqa barcha o'yinchilarga jarima maydonchasidan darvozabonga ham bunday huquq berilmagan. To'p uchun kurashda chalib yiqitish, raqibga zarba berish kabi kuch ishlatish taqiqlangan. Agar o'yinchi to'pga qo'lidan tashqari tanasiga istalgan boshqa yeri bilan istalgan vaqtda zarba bera oladigan holatda bo'lsa, o'yinchi to'pni egallab oladi deb hisoblanadi. Futbol o'yinida boshqaruvchi hakamlarning o'rni, ya'ni 1878-yil 10-yilda Angliyada ilk bor hushtakdan foydalangan. Bungacha hakamlar o'yin vaqtida baqirish yoki dasturxonlar orqali belgilar orqali murojaat qilingan. Hakamlar 5 kishidan iborat. VAR tizimida 3 kishidan tashkil etiladi. Hakamlar maydonga 1881-yildan tushishga boshlaganlar. Unga qadar hakamlar o'yinni maydon tashqarisidan boshqargan. Ko'pgina bahsli holatlarni jamoa sardorlari o'zaro kelishgan holda hal qilishgan. 1873-yilda xalqaro miqyosda ilk rasmiy o'yin Angliya Shotlandiya o'rtasida o'tkazilgan. 1891-yilga kelib bosh hakamga o'yindan tashqari holatlar aniqlashni va boshqa jarayonlarda yordam berish uchun yon hakamlar joriy qilindi. 1883-yilda out qo'llar bilan amalga oshirish ruxsat etildi. 1891-yilda o'z jarima maydon ichida raqibga nisbatan qo'pollik uchun 11 metrlik jarima zarbasi berildi, ya'ni penalti berilishga ruxsat etildi. 1924-yilda burchak zarbasi to'g'ridan to'g'ri golga aylantirilgan. Bunga qadar to'p biron marta o'yinchiga tegmasdan turib darvozaga kiritilgan bo'lsa, gol inobatga olinmagan. 1939-yildan boshlab futbolkalarga 1 dan 11 gacha raqamlash boshlagan. 1873-yilda xalqaro miqyosda ilk rasmiy o'yin Angliya Shotlandiya o'rtasida o'tkazilgan. 1995-yildan boshlab istalgan 3 ta o'yinchi almashtirishga ruxsat etilgan. 2018-yilda Rossiyada o'tkazilgan jahon chempionatidan boshlab VAR tizimi, ya'ni video takrorlar futbol o'yinlarini bosh hakam va uning yordamchilari tomonidan bahsli vaziyatlar ko'rish uchun joriy qilindi. Futbol o'yinida ofsayd holati, ya'ni o'sha holat shunday bo'ladiki, futbolchi ikkita futbolchidan oldinga chiqib ketmagan holatda gol urish etiladi. Agar o'shandan o'tib ketsa ofsayd bo'ladi. To'pni jamoadoshiga qabul qilib olgan hujumchi ofsayd holatida, chunki u to'p bilan penalti himoyachisiga qaraganda raqib jamoaning darvoza chizig'iga yaqinroq va bu vaziyat bo'lishidan foydalanadi. Demak, mana shu bu ko'rib turganingiz bu ofsayd holati hisoblanadi. Futbol, o'zbek futboli, demak bilamizki 1912-yildan boshlab o'sha Farg'ona, Qo'qon, Andijon, Toshkent, Samarqand kabi o'sha o'zimiz o'lkamizga kirib keladi va dastavval Qo'qon 1912 o'zbek futbolining birinchi klubi hisoblanadi. O'zbekiston tarixida ilk bor Xitoyda 2018-yilda 23 yoshga bo'lgan Osiyo chempionatida finalda Vyetnam terma jamoasini 2-1 hisobida yutib Osiyo chempioni bo'ladi.
O'zbek futbol klubi eng yuqori natijaga erishgan klublardan biri bu Qarshining Nasaf klubi hisoblanadi. 2011-yilda OFK Kubogi, ya'ni Anatoliy Demyanenko shogirdlari O'zbekistonning dastlabki kubokni olib keladi. O'sha o'yinda Nasaf Al-Quvayt finalda kuch sinashadi va 2-1 hisobida Nasaf g'alaba qozonadi. Bu natija hozirgacha bironta klub amalga oshirmagan. Hozirgi kunda Nasafda bitta chempionlik, 4 ta kubik va 3 ta super kubik mavjud. Futbol o'yinining negizida o'yinchilar yagona g'alaba maqsadga birlashtirishga ikki jamoaning kurashi yotadi. E'tiboringiz uchun rahmat.